Alo. Ha, Munis? Bo'p qoldingmi? Nima qilyapsan? Hozir somsa ham tayyor bo'lib qoldi. Ozgina ishlarim bor edi. Malol bo'lmasang, hozir Barno bizni kutib o'tiribdi. Bilasan-ku, xorijdan kelgan. Qolaversa, uni do'konida ishlasak, namuncha immilaysan-a? Ko'ryapsan-ku, harakat qilyapman. Ishim ko'p. Uf, hozir hamma qizlar ketib qolishadi. Nimaga ham o'zi sen bilan birga boraman dedimikin-a? Voy, sekinroq, vahima qilmagin, yetib boraman hozir. Hozir qaynanam kelib qolsa jo'natmaydi ham. Voy, nima hali qaynonangdan ruxsat ham so'ramaganmiz? Ruxsat olganman. Endi bilasan-ku, bir jinni tutsa to'nini teskari kiyib oladi. Hamma ishlarni qilib keting deganlar. Voy tavba, shu ishlarni qizing ham qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Endi qizim o'qishdan kech qaytadi. Charchaydi, qolaversa qaynanam o'zingiz qiling deganlar. Voy, bu yana qanchagacha kutib o'tiraman? Meni qizim hamma ishlarni qilib o'tiradi. Ey, bo'pti, bilaman-ku qizingni. Bo'pti, ishlarimni tugating, yo'lga chiqaman. Xo'p, tayyorgarligini ko'rib turur. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Tayyorgarchiligimni ko'ring. Ha, o'rta, aytganchi. Barnon uyiga qachon kelgandik? O, menimcha bundan 5-6 yil oldin kelgandik. Xorijga ketayotganda chaqirgandi-ku. Keyin do'konlarni bizga topshirib ketuvdi o'zi. Hozir uylarini dahshat qilib yorgan deb gapirishdi qizlar. Yo'q-e, rostdanmi? Ha, endi Barnoni puli ko'p-da. Ha, endi Barno xo'jayini bilan xorijda 5 yil yashab keldi-ku. O'zichi dugonamiz rosa kuchayib ketibdi. Shunaqa degin? Ish qilib to'g'ri kelyapmizmi-kina? Qaysi uy ekan? Hozir men qo'ng'iroq qilib ko'ray. Ish qilib uyni manzili o'zgarmaganmi? Bilmasam, qichi. Qaysi uy ekan endi? Allo, Barno, yaxshimisan o'rta? Qaysi edi uying? Raqami nechi edi? Ha, bo'ldi. Topdim, bo'ldi. Aha, xo'p. Mana bu uy ekan. Voy, masha ekanmi? Voy, namuncha chiroyli bo'lmasa uyi? Ha, bu uy koshonani o'zi-ku, o'rta. Shu-da. Mayli, tezroq boraylik-chi. Ana. Voy. Qizlar ham ketib bo'lishdi. Seni deb kech qoldik. Ha, yura qol. Barno, biz keldik. Barno. Voy, assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum qizlar. Qalaysan? Xushvaqt bo'lgin. Yaxshi keldingmi? Kekir ichkariga. Voy, sen yaxshimisan? Voy, yaxshimisan? Bormisan? Ha, xush Yaxshi kelibsizlar. yuribsanmi? Qani kekir. Xushvaqt Keling. bo'lgin. Xush kelibsizlar. Rosa yosharib ketibdi. Gapirma. Uyini qara. Qoyil qoldim lekin. Qara, qanaqa hashamatli uyi bor ekan-a? Nimasini aytasan? Dugonamizga biram mazza. Gapirma. Xush kelibsizlar qizlar. Yaxshi o'tiribsizlar? Rahmat. Xushvaqt bo'lgin. Xushvaqt bo'lgin. Yaxshimisan, Barno? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshiman. O'zinglar yaxshi kelib oldinglarmi? Sizlarni ko'rib Yaxshi. xursand bo'ldim. Bizlar ham xursandmiz. Qani oling. Rahmat. Charchamadingmi, o'rta? To'g'risini aytsam, charchadim. Yoshimiz katta bo'lib, ancha kuchdan qolyapmiz shekilli. Shu desanglar, tezroq kelin olsam yaxshi bo'lardi-da. Aytmoqchi, sen o'g'ling bor edi-ya? Ha, o'g'lim bor. 3 kun oldin xorijdan o'qish tamomlab keldi. Qanday yaxshi. Yaxshi odamlarni eslasangiz darrov ko'rinishadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi yaxshi.
U bu narsa kerak bo'lsa aytarsiz, men tepada bo'laman. Rahmat bolam, xo'p. Voy Barno. Ha bu Shahbozmi? Ha, Voy tavba. Shahboz. O'zgarib ketganini qara. O'rtog'im ham chiroyli bo'lib ketdi o'g'ling. Oysiga o'xshaydi-da. Juda ham kelishgan ekan-ku Judayam. o'g'ling. Nimasini aytasan? Judayam ko'rkam yigit bo'lib ketibdi, ko'z tegmasin. Baxtini bersin. Voy, kuyov qisa arzigulik-a? Ha, to'g'ri aytasizlar. Mana shu o'g'limni tezroq uylantirsam, kelin topsam ko'nglim xotirjam bo'lardi. Voy, kelinni begona qilib nima qilasan? Mana menda qiz bor. Menda ham qiz bor. O'rtoq, meni ham qizimni bir ko'rgin. Mayli, nasib qilganida. Ko'ramiz. O'g'lim nima desa shu. Qizlar eng asosiysi bolalarimizni baxtini bersin, ha? Qani, dasturxonga qaranglar. Non ushatamiz, olinglar. Xush kelibsizlar. Qani? Shunaqa kelganinglardan xursand bo'ldim. Ha, rahmat. Biz ham xursandmiz, o'rtoq. Voy, Voy, mazza qilib o'tirdik-a. Kelganinglardan juda ham xursand bo'ldim. rahmat. Endi shunaqa tez-tez ko'rishib turaylik, xo'pmi? Nimasini aytasan? Biz ham seni rosa sog'ingan ekanmiz. Endi doim shunaqa tez-tez ko'rishib turamiz. Xudo xolasa. Amunis? Ha, albatta, xudo xolasa. Xudo xolasa. Haligi aytishadi-ku, diydor shirin deb. Voy, dugonalar, yoshlikni eslab mazza qildik-a. Ha. Kelasi safar men uyimga kelinglar. Voy, avval men uyimga kelinglar, ha, Barno? Bo'ldi, tortishmanglar qizlar. Nasib bo'lsa, ikkala uylangan boraman, xudo xolasa. O'zi shuncha yil deganda endi ko'rishdik-ku. Ha, aytgancha, do'konda ishlar qalay ketyapti? Hammasi zo'r ketyapti. Shu do'koningni bizga ijaraga berib, rosa yaxshi ish qilgansan-da. Ah, Munis, birga rosa yaxshi yurg'izyapmiz, ha? Albatta. Yaxshi. Endi o'zim ham sizlarga yangi mollar olib kelib turaman. Do'konni yana ham kengaytiramiz. Voy, zo'r Voy, zo'r bo'lardi. Voy, ana taksi ham kelibdi. Sizlarga shekilli. Bo'pti, o'rtoq, bo'lmasa, yaxshi o'tirgin. Mayli. Mehmondorchilik uchun rahmat. Rosa maza qildik. Yana ko'rishamiz, ha? Yaxshi Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. yetib olinglar. Mayli, Oq yo'l. yaxshi o'tir. Mayli. Yuring. Bu yoqda ekan. Zo'ra? Zo'r o'tirdik-a. Voy, yaxshi bo'ldi, ko'rishganimiz. Bir ham maza qildim. Charcholarim ham chiqdi. Rostdan rosa yaxshi o'tirdik-a? Mazza qildim. Nimasini aytasan? Barno rosa o'zgarib ketibdimi? Avvalgi Barnodan asar ham yo'q. To'g'ri. Voy, oldinlari esingdami? Qizlik davrida doim mendan qarz so'rab yurardi. Voy, u paytda mendan ham ko'p qarz so'rardi. Uni bunaqa boyvachcha bo'lib ketishini kim o'ylabdi deysan? Esingdami? O'qishda eng ko'rimsiz qiz Mashida. Ha, u paytda eng ko'zga ko'ringan qiz o'zim bo'lganman. Nima? Esing yedingmi? Men bo'lganman-u. Voy, qo'ysingchi. Obid, seni tashab ketgan-ku? O'zingni-chi? Doniyor tashab ketgan esingdan chiqdimi? Men bilan gaplashib ketgan. Ko'zingni qisgansan-da. Ajab bo'pti. Voy, taksi kutib qoldi. Yur, Yura ketdik. Qolganini keyin gaplashamiz. Tavba. O'zini kim deb o'ylayapti? Ko'zimga qarab turib yolg'on gapiradi-ya. Aha, xo'p. Hozir senga tashlab yuboraman hammasini. Assalomu Xo'p. alaykum dadasi. Aha. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qachon keldingiz? Boya kelgandim. Kelardingiz o'zingiz. Yana biroz o'tirmabsiz-da? Uzr, gap bilan bo'lib, vaqtga ham qaramabman. Kechiring, bu dugonamiz do'konlarimiz egasi edi-da, shunga ozgina qolib ketdim. Bo'pti, boshqa qaytarilmasin. Bo'ptimi? Xo'p bo'ladi. Oyimlarning ham jahllari chiqib o'tiribdi. Kirganingda yaxshi gapirgin. Xo'p. Xo'p. Siz nima desangiz shu.
Oyjon? Oyjon. Voy. Nima bo'ldi ekan, a? Yaxshiyam shu qaynonam to'yga ketgan ekan. Bo'lmasam naq terimga somon tiqardi. Erimga tekkan kasal. Qachon qaram uyga kelmaydi? Bugun ham yarim tungacha yursa kerak edi. Alo, Ha, assalomu alaykum, Bahrom aka. va alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qayerdasiz? Ishdaman. Ishlar bilan yuribman. Qayerda bo'lardim boshqa? Ha, uyga ertaroq bugun kelasizmi deb qo'ng'iroq qilayotgandim. Majlisdaman. Majlisim qachon tugasa, o'shanda boraman. O'ynab yurganim yo'q-ku, namuncha tergov qilasan, ha? Ha, tergap emas, shunchaki qo'ng'iroq qilyapman. Ha, kecha ham kech keldingiz uyga. Ha, shu ish bilan yuribman-da hozir. Bo'pti, telefon qilaverma. Ishda mushla. Voy, Ifora. Labbay oyi. Ifora, menga qarab bor. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Uzr. Kech qoldim ozgina. Shu paytgacha qayerlarda yuribsiz? Tavba. Haligi Barno ismli dugonam haqida gapirgandim sizga. Esizdami? Bilmasam, qaysi Barno? Sizni mingta betayin dugonalaringiz bo'lsa, qaysi birini eslab qolay? Nimaga unaqa deysiz oyijon? Dugonalarim hammasi bir-biridan yaxshi. Hop, gap aylantirmang. Qayerda yurudingiz? Axir bu ro'zg'ori uyni o'ylaysizmi siz? Oyijon, ketayotganimda sonsa tugib ovqat sop ketganman. 3-4 soat mehmonga borsam hech narsa qilmas. Bolalaringizni yurish turishiga qarang daydiguncha. Sakillab eshik sanab yurishingizga ancha bor. Tushundingizmi? Uzr oyijon. Kirib qizingizga qarang. Bugun ham o'qishdan kech keldi. Yo'q-e. Xo'p. Boring. Nimaga turasiz bu yerda? Xo'p. Qo'yib bersam, o'zini qaynonaga o'xshab tutadi-ya. Bularga bo'sh kelish kerak emas. Boshingga chiqib olishadi. Tavba. Namuncha chiqishing qiyin. Hozir oyi keldingizmi? Hozir to'xtab tur, men o'zim senga telefon qilib yuboraman. Xo'p, bo'pti. Ha, oyi keldingizmi? Ha, keldim. Buving qachon kelishlarini aytmadilarmi? Bilmayman oyi. Xabarim yo'q. Sen-chi anu gapirish toningni sal yumshoqroq qilgin. Oyi, nimaga chaqirdingiz? Gapiring tezroq. Dars qilyapman, xalaqit beryapsiz oyi. O'lib ketsin o'sha Instagraming ham, telefoning ham. Oyi, maylimi dars qilsam? Yig'ishtir telefoningni. Gapim bor senda. Hozir emas, keyinroq gaplashaylik oyi, bo'pti. Darslarim ko'p, qilishim kerak dedim-ku. Shoshma dedim senga. Ifora. Keyinroq oyi. Voy, jonimga tegib ketdi bu qiz. Qachon qarasa telefondan bo'shamaydi bu qiz. Voy. Uxlab qopman-ku. Tavba. Hali ham kelmadilarmi, nima balo? Shu paytgacha qayerlarda yurishlari mumkin? Birdan oshibdi. Shu kech yurishlari sira qolmadi-da.
voy. Yo nimaga o'chirib qo'yadilar? Asabimga tegib. Bahrom aka, shu paytgacha qayerlarda yuribsiz? Yarim tun bo'ldi. Haliyam uyga kelmadingiz. Tezroq keling. Bu yerimga qachon insof kirarkin? Ha, kelin poshsha. Yarim kechasi menga o'xshab narsa yegiz keldimi? Yo'q. Ha? Tinchlikmi, xavotirdasiz? O'g'lingiz haliyam uyga kelmadilar. Jahlim chiqqanida nima qilishni ham bilmayapman. Endi-chi, jahli chiqadimi, chiqmaydimi? O'g'limi bo'lishi shu. Namuncha qiziqanmasiz eringizni. Ha, erkak kishi, ko'chaniki. Choyxonada do'stlari bilan yuradi, u yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Tushuninglar. Yo, nimaga bo'lmasa qo'ng'iroqlarimga javob bermaydilar? Bir og'iz aytib qo'ysalar bo'ladi-ku, oyi. O'g'lingiz yana eski hunarlarini boshladilarmi deyman. Tavba, o'zichi, o'zingizda ham gap bor. Yaxshi gapirmaysiz-da eringizga. Ko'nglini olmaysiz. Bechora o'g'lim. Shuning uchun ham ko'chadan mehr qidirar ekanda. Nima bo'lsa ham siz meni qoralashdan charchamaysiz, oyi? Yo'q, kelin. Endi til o'lgur zahar bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Xafa bo'lmang. Voy tavba. Yo'q, qachon yomon gapirdim? Qachon yaxshi gapirgansiz, ha? Qachon? O'zi nima qilsam ham baribir sizga yoqmaganman. Ish. Xudoyim. Tavba qildim. To'g'ri gapni aytsam, jahli chiqdi, xafa bo'ldi shekilli menda. Ha, mayli. Xafa bo'lsa bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bir bo'lay bor ekan. Assalomu alaykum oyijon, nonushta tayyor. Alaykum assalom. Hey, menga qarang. Labay oyi. Nima tayyorladingiz? Issiqqina bilinchik tayyorladim oyijon. Bijir bilinchi qiladim ertalabdan. Yana tvorog soldingizmi? Oy. Undan ko'ra issiqqina somsa qilsangiz bo'lmasmidi? Oyijon, ishga kech qolyapman. Kech qolib bormay. Har doim ishingizni bahona qilasiz-a? Oyijon, bilasiz, do'kon dugonamniki. Yaqinda xorijdan kelgandi. Tekshirib kelib qolsa, uyalib qolmay. O'zi shundoq ham do'konni olib qo'ymasin deb xavotir olyapman. Kecha shunga shamma qilgandek bo'lgandi. Boshimni qotirmang. Sizning ishingizdan menga nima foyda? Nimaga unaqa deysiz, oyijon? Maoshimdan sizga ham berib turaman-ku. Arzimagan choy-chaqangizni minnat qilyapsizmi? Nima, men sizga yosh bolamanmi? Meni-chi, arzimagan pul bilan aldolmaysiz. O'zi savdo yaxshi bo'lmayotdi. Bo'pti. Yana bir gap. Zarinaga sovchi keladi. Sovchi? Qanaqa sovchi? Menga qarang. Sizni qizingiz-chi bo'yi yetgan. Sovchi keladi-da. Bir tanishim og'iz solyapti. Zarina hali yosh. Qolaversa mashhur bloger bo'lmoqchi. Tavba. Menga qarang.
qaror chiqarib bu uyga xo'jayin bo'lib qolibsizmi, a? Yo'q, uzr oyijon. Shunchaki Zarina hali yosh. O'qisin demoqchi edim. O'qishini tamomlamadi-yu hali. O'qish qochib ketmaydi. Qiz bolani vaqtida uzatish kerak. Mayli oyijon. Men bora qolay ishga bo'lmasa. Erta qayting. Men ovqat qila olmayman. Mazam yo'q. Ha, xo'p. Zarinaga aytsangiz, ovqatni masalliqlarini tayyorlab tursa, tez kelib qozonga solib ovqat pishirib olaman. Xo'pmi oyijon? Yaxshi o'tiring. Xo'p. Likillaydi. Ko'cha bo'lsa likillaydi. O'rgildim. Sevar. Uf, shu qaynonamdan to'ydim-de. Biram ujar, biram zahar. Zahariyamchi chak-chak tomib turadi. Voy, nimasini aytasan? Men ham shu uyimdan qochib qutulaman-da. Yaxshi ham ishimiz bor-a? Gapirma. Lekin ish qilib shu do'konni ham dugonamiz tortib olmasa bo'lgani. Nimasini aytasan? O'rto, agar shu ishimiz bo'lmaganda nima qilardik? Do'konni tortib olmasa kerak. O'rtog'imizning do'konlari ko'p-ku. O'ziga yarasha boshqa bizneslari ham bor. Amana xorijdalik paytida ham ijara haqqini vaqtida berdik-ku. Bu gaping ham to'g'ri. Nima qilsam ham bu qaynonamga yoqmayapman. Hech ham rozi qila olmayapman. Har bitta ishimdan kamchilik topganlari topgan. Meni qaynonam ham mayli. Ustiga ustak anu erim ham uyga kelmaydi. Gapirma. Hammani uyda shu ahvol. Ha, mayli. Bularni qo'y o'rta. Bugun Barno kelarmikin? Ha, kelsa kerak. Ishlar qanaqa ketayotganini o'z ko'zim bilan ko'raman, tekshiraman degandi. Keladi. Ha, yaxshi. Ha, o'rtog'imizga mazza-ya. Eri ham toparmon. Uni ustiga qaynonasi ham, eri ham xorijda yashaydi. O'rtog'imizga mazza. Gapirma. Men ham unga rosa havas qilaman. Qaniydi, shu tezroq qizimni Barnoga uzatsam. O'rto, Barnoning o'g'ligachi meni qizim mos. Voy. Qo'ysang-chi? Seni qizing ish qilmaydi-ku? Meni qizim hamma ishni tindiradi. Voy, rostdanmi? Shuning uchun har kuni uyingga shoshilar ekansan-da, a? Ovqat qilishim kerak. Qaynonam o'ldiradi deb shoshilishingni bilmaydi deb o'ylaysanmi, a? Bo'pti, gapirmadim. Gapirma. Boring. Tavba. Shahboz, sen ketaver. Men do'konlardan xabar olaman. Xo'p, oyi. Bu narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Mayli, sen boshqa do'konlardan xabar olgin, xo'pmi? Xo'p, oyi. Ha, aytgancha, dadangga qo'ng'iroq qilib, qachon qaytishlarini bilginchi? Dadam bilan gaplashgandim. Tezroq qaytgin deyaptilar. Qancha tez kelsang, shuncha yaxshi deyaptilar. Oyi, bu yerda zerikyapman. O'zi endi kelding-ku, dadang gapiraveradilar. Seni uylantiraman. Oyi, qo'ysangizchi, hozir emas. Sen meni gapimni ikki qilmoqchimisan? Yo'q, oyi. Bu gapingizga rozi bo'la olmayman. Dadam bilan bizning rejalarimiz bor. Men dadangga hammasini o'zim tushuntiraman. Mayli, keyin uyda bafurja hammasini gaplashamiz. Men ketdim. Ehtiyot bo'l. Xo'p, oyi. Voy, Barno. Bu yoqdaman. Salom.
Yaxshimisan, tuzukmisan? Yaxshi kelib oldingmi? Rahmat, o'zinglar qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Voy, o'rtoq, Yaxshimisan? Bormisan? Tuzukmisan? yaxshi keldingmi? Rahmat, Xudoga shukr. Barno, tuzukmisan? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi keldingmi? Rahmat, Voy, ochilib ketibsan-ey, yoqibdi senga. rahmat. O'zinglar charchamayapsizlarmi? O'rtoq, do'konni mana gullatib, yashnatib o'tiribmiz. Savdo ham yaxshi ketyapti. Ha? Ha, yaxshi, chiroyli qilib qo'yibsizlar. Hammasi o'sha. Voy, Barno, ana mashinada. O'g'ling bilan keldingmi? Ha, shu o'g'limni tezroq uylantirsam yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa yana xorijga ketib qolishi mumkin. Har ikki gapini birida ketaman deb kuydiradi. Tezroq uylantirsam shu yerda yonimda bo'larmidi? To'g'rimi? Voy, o'rtoq, sen o'ylanib o'tirasanmi? Amana bizda qiz bor. Ha, meni ham qizim bor, bo'yi yetib qoldi. Oliygohda o'qiydi, juda chiroyli qiz bo'lgan. Meni o'g'lim bitta-ku. Hayronman. Qaysi biringlarni qizinglarni tavsiya qilsam ekan, boshim qotib qoldi. Sen o'ylanib o'tirasanmi? Amana meni qizim bor-ku. Voy. Seni o'g'ling meni qizim bilan ko'rishib ko'rsin, aniq yoqadi. Между прочим, meni qizim ham ko'zga yaqin. Bo'ldi, qizlar, tortishmanglar. Menga qolsa, ikkala o'ylani ham qizinglarni o'g'limga albatta ko'rsataman. U yog'ini yoshlarni o'zi hal qilishadi. To'g'ri. Bo'ladimi? Ha. Yur o'rtoq, yangi kolleksiyamizni ko'rsataman. Qani, yur. Ha, Barno? Yur. To'xta, qolib ketdim. Mana bu tomonga joylashtirdik. Har ikkalasi ham menga qizini tavsiya qilyapti. Bittasini tanlasam, ikkinchisi xafa bo'lishi aniq. Yaxshisi begonadan qiz olsammikan? Balki shunisi ma'qulmikan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi Shahboz, yaxshi o'tiribsizmi? keldingmi? Ke o'tir, senda gapim bor edi. Tinchlikmi, oyi? Tinchlik. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Senga bir qiz topganman. Oyi, aytdim-ku, hozir uylanish niyatim yo'q. Bu nima deganing, a? Kechagi ikkita dugonam ham seni kuyov qilishni xohlashyapti. Oyi, birdaniga ikkita qizga uylana olmayman. Haziling qursin. Sen dugonalarimni qizlarini bir ko'rgin. Senga qaysi bir ma'qul kelsa, shunisini olib beraman. Oyi, shartmi shu? Dadam oldilariga ketmoqchiman. Aytdim-ku. Shahboz, o'g'lim, shundoq ham bir oila bo'lib, butun bo'lib yasholmadik. Biroz meni ham o'yla. Endi men ham kelin ko'rsam, nevara ko'rsam deyman. Orzu havas ko'rishni xohlayman, o'g'lim. Xo'p. Shu dugonalaringizni qizini ko'rishim shartmi? Boshqa qiz yo'qmi? Dugonalarim qizlari yaxshi qizlar. Qolaversa, sinalgan oila. Men ularni juda ham yaxshi bilaman. Ertaga men senga Sevarani qizini o'qishini manzilini olib beraman. Qani borib ko'rgin, balki senga yoqib qolar. Yoqib qolsa senga olib beraman. Yoqmasa-chi? Yoqadi. Borasan-a? Xo'p, oyi. Barakalla o'g'lim. Mayli, oyi, men tepada bo'laman. Xo'p. Alo, Barno, o'rtoq, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat Sevara. O'zi yaxshimisan? Uydagilaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi o'tiribmiz. Bezovta qilmadimi, o'rtoq? Yo'q, nega bezovta qilar ekansan? Ha, haligi. O'rtoq, o'g'ling meni qizim bilan uchrashib ko'rsin-a? Munisani qizini nima qilasan? Qizimni o'qishini manzilini Telegramdan tashab beraman. Ha, telefon raqamini ham bera olaysanmi? Ha, raqaminimi? Bo'ldi, uni ham tashab qo'yaman. Mayli. O'g'lim bir gaplashib ko'rsin. U yog'iga yoshlar nima desa shu-da, o'rtoq. Voy. To'g'ri aytasan, o'rtoq. O'rtoq, rosa xursand bo'lib ketyapman, ikkalamiz quda bo'lsak-a? Voy, bolaligimizda ham niyat qilardik-ku, a?
Zo'r bo'lardi. Ha, nasib qilganida xudo Ha, xohlasa. bo'ldi o'rtoq, bo'lmasam xabarlashamiz. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Oy, kelinglar aylanib, xo'p? Rahmat, xo'p. Tez orada to'y bo'lib ketsa, hamma orzularim amalga oshardi. Oy. Qizim. Hey, menga qara. Ay, montaj qilyapman. Gapim bor, telefoningni yig'ishtirib tur. Montaj qilyapman. Xo'p, bir pasga yig'ishtirib turgin. Nima gap teshlaymi? Ayting, eshitaveraman. Qara, ertaga o'qishdan chiqqaningda yoningga bir yigit keladi. Xo'p. Faqat yaxshi gapirgin, xo'p? Yana sovchimi, aya? Men turmushga chiqmayman, aya. Nima deganing bu? Esing joyidami? Hozir menga sochib pochish kerak emas. O'zim rejalarim bor, ishlarim bor, video qo'yishim kerak. Endi ko'taryapman, aya. Hecham-da tengi chiqsa tekin ber deyishgan. Hozir yaxshi joydan sovchi chiqyapti. Kerak emas, so'raganlarga hali band ekan. Turmush chiqmaydi. Ijod qilyapti deysiz, bo'ldi. Bekorlarni aytibsan. Avval yigit bilan uchrashib ko'r. Yoqmasa seni majburlamayman. Oyi, o'zi bu men shu sochi deb jonimni tegib ketdi. Qo'yinglar. Yashashga qo'yinglar, mazza qilib yuribman o'zi. Buvingga aytma, xo'p? Jahli chiqadi. Kerak emas, bo'ldi, aya. Montaj qilaman. Chiqing xonadan, yo men chiqib ketaymi? Bor, chiqsang chiq. Tavba. Gapim esingdan chiqmasin. Siporoq kiyinib ol keyin, Olib beringlar unda. Uchrashuv o'xshasin-da. Qizim Barnoga kelin bo'lsin-da. Barno bilan quda bo'lsam, hamma orzularimga yetaman. Uf. Ha, Shohista? Assalomu alaykum. Bularni mijozga ko'rinadigan joyga elish kerak. Boshqa joyga elinglar. Xo'p. Bor. Munis, Ha, nima deysan? qara, men bu yubkalar bor-ku, yaxshi ketyapti. Shunga bulardan yana buyurtma qilish kerak. Bo'ldi. Qizil rangidan Bo'ldi, ko'proq. buyurtma qilamiz. Tepadagi rubashkalar ham yaxshi ketyapti. Undan ham qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Ha, bugun Barnoni o'g'li qizim bilan uchrashmoqchi. Nima? Menga qara. Kecha menga Barno qo'ng'iroq qilgandi-ku. Nima dedi? Seni qizing bilan ham uchrashib ko'rsin. Qizingni o'g'limga ko'rsatmoqchiman dedi. Voy, qanaqasiga? Tavba qildim. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima deganing bu? Bizaniki aniq bu bo'lgan-u. Nasib qilsa to'y qilamiz. Tavba. Sen g'alati emasmisan? Namchi shoshilasan? Avval qizing yigitga yoqsin, keyin to'y qilasan. Tavba qildim. Hali hech qayerda bir gap yo'q. Podadan oldin chang chiqarasan. Ha endi, yaxshi niyatda qizimni so'ragandan keyin. Menga qara bor. Mijozlarga qaragi. O'zing qara borib, men ish qilyapman. Tavba qildim. Buni qiziga ham aytibdi-da. Meni qizimni to'yi bo'ladi. Keldingmi bolam? Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom. Uchrashuv qalay bo'ldi? Boy telefon qilsam ko'tarmading? Rasvo bo'ldi oyi. Tushunmadim. Bu nima deganing? Qizga menimcha men yoqmadim. Qo'ysang-chi o'g'lim. Dugonam qizini o'zi tavsiya qildi-ku. Senga havas qilib seni kuyov qilmoqchi bo'ldi. Oyi, to'g'risini aytsam, u qiz menga to'g'ri kelmaydi. Iltimos, meni qiynamang oyi. Nimaga axir tushuntirib gapir?
Nima, yigiti bor ekanmi? Yo'q. U qiz telefondan boshini ko'tarmas ekan. Menimcha unga oila kerak emas. Instagram, yana bilmadim, TikTok o'sha yerda o'tirar ekan. Unaqasi menga to'g'ri kelmaydi. Hozir hamma qizlar ham Instagramga kirishadi-ku. Qo'yaver, Instagram yash ko'rsa nima bo'pti? Oila qurgandan keyin shundoq ham uyim, bolam, chaqam deb chalg'iydi. Yo'q oyi. Bloger emish bu qiz. Kerak emas. Menga boshini ko'tarib qaragani ham yo'q. Orqasidan yugurib yuramanmi? Menimcha sen noto'g'ri tushungansan, o'g'lim. Oyi, shu mavzuni yopaylik. Qornim ham ochdi. Biror nima qilib bering. Xo'p, hozir ovqat tayyorlab beraman. Hozir o'g'lim. Allo? Allo, Barno, yaxshimisan? Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Biz keldik. Voy, keldinglarmi? Ha, eshiging tagida turib. Bo'ldi, hozir chiqaman. Xo'p. Tinchlikmi, oyi? Tinchlik. Uyimizga mehmonlar kelishdi. Bor kiyimlar yashirib chiqqan. Ifora, o'zingni chiroyli tutgin, xo'pmi? O'rtog'im uyini ko'ryapsanmi? Naqd koshonani o'zi. Sen shunaqa joyga kelin bo'lsang yomonmi? Oyi, bu nima qilganingiz? Nima deb kiraman men ichkariga? Seni tikish-bichish qilishing haqida gapiruvdim o'rtog'imga. Qizim senga ko'ylak tikib beradi degandim. Mana ko'rasan, o'rtog'im xursand bo'lib ketadi. Oyi, nimaga bunaqa deysiz? Qo'ying, men ketdim. Shoshma, qayoqqa ketasan? Hech qayoqqa ketmaysan. Anu Sevara dugonam bor-ku, qizini dugonamga o'tkazmoqchi Mayli, bo'lyapti. o'tkazursin, oyi. Bunga yo'l qo'ymayman. Shundoq kuyovdan quruq qolamanmi? Nega kerak, oyijon? Uyat axir. Seni ishing bo'lmasin. Men aytganimni qilgin. Hamma aytganlarim esingdami? Ha, oyi, Esingda bo'lsin. Esimda. Shunday bo'lsin. Xo'p. Esimda. Voy, o'rtoq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Bu qizingmi? Ha? Senga aytgan qizim shu bo'ladi. Buncha chiroyli. Yaxshi ham olib kelibsan. Xursand bo'ldim. Qani kiringlar ichkariga. Yur qizim. Rahmat. Kela qol. Kira qolinglar. Qani kiraveringlar. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'lgin. Yaxshi keldingmi, dugonajon? Ha, rahmat. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Yaxshimisiz, Shahboz. xola? Tuzumsiz? Yaxshi O'zingiz keldinglarmi? yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Ha, sizlar o'tirib turinglar, men borib choy qo'yib kelaman. Qo'ygin o'rtoq. Mana Ifora choy qo'yadi. Qizingni ovora qilib qo'ymaymanmi? Ovorasi bormi o'rtoq? Ha, bo'lmasa o'g'lim, sen oshxonani ko'rsat, yordam berib borgin. Bora qolinglar. Yuring. Muzlatkichda narsalar ham bor edi, olib kelarsizlar. Xo'p. O'rtoq, yoshlari qara, bir-biriga mosligini. Ha, ko'z tegmasin. Kel, o'tir. Xush kelibsan. Xushvaqt bo'l.